Imom Azam jome masjidi shundoqqina yonginasidan 8 sotuvli xonadonimiz yer narxida sotuvga qo'yildi. Zangeta tumani Harakat mahallasida joylashgan. Hamma sapura deb biladigan joydan kirilganda, bog'cha va maktablarga bir qadamgina oraliqdagi xonadon. 8 sotuv, 6 xonali hovli. Yashashga sharoitlari yaxshi, ichki xonalari ta'mirdan chiqarilgan. Yer hisobida bo'lganligi sababli xona ichlarini videoga olmadik. Qiziqqanlar bemalol borib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yonida xususiy oylik 700 ming so'mgacha bo'ladigan bog'cha qurilayotgan ekan. Agarda kimgadir taklif bo'lsa, egalari obmenga ham gaplashaman dedilar. Hozirda xonadon asosiy ko'chasi asfaltga tayyorlanyapti. Umumiy qilib aytganda masjidga 1 daqiqalik yo'l. 5 mahal azon ovozini eshitadigan lokatsiyadan fayzli uy, fayzli mahalla. Qurilish qilib ham bemalol tirikchiligiga foydalansanglar bo'ladi. Yerimiz keng. Xonadon egalari bir sotuvga 25 ming AQSh dollari so'rashyapti. Yana kelishadigan joylari bor. Ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilib bemalol egalari bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashib baraka qilsanglar bo'ladi.